Tordaşlar yaxşımısılar? Tünögün ben şu Indoneziya türmüsüdeki 4 bal toğrusida sözlegendim. Bu Indoneziyadaki 4 balınınki 9. ayınınki 5'i hem de o'ttirlariga kadar vaqt toşup 6 yıl toşudiganligiga kadar men chiqargandim. Ba'zilar pul kerakmi deganda yo'q, men pul to'g'riliq so'zlamadim hech qaysi yerda. Agarda 6 oylikningki jazosini o'tsa pul bilan u vaqtida jazo muddati qisqaraydi ekan degan gapni shu videoda so'zlaguchi o'zining qarindoshlariga ega chiqqan Turkiyadagi inimizning so'zida 6 oy jazo muddatini qisqartirishning usuli pul bilan hal qilishga degan gapni dedi. Lekin men pul to'g'riliq gapirmadim. Endi uningdan keyinla Kanadadan bir xanım mındaq bir nimalarni, uchurlarni qilsangiz, mındaq qilsangiz deb turib so'zlashdi. Men u bolalar bilan so'z qoldirib qo'ydim. Ko'rish bo'lgandan keyin endi shu qarshi tarafninki talabiga asosan qandaqroq degan narsalarni men ta'minlaydigan bo'ldim. Bu bir. İkincisi tünögün keşte bir hanım bir adimiz telefon qıptı. Şu Tayvan'ninki Uygurlarni qo'llaydigan bir tashkilotlarga deb baqandim. Ularning yordam qilish nimasi bor ekan. Deganda men to'g'ri ko'mdim. Mayli Tayvanlik ulam nalik bo'lsa Xitoy u. Men Xitoylardan birinchidan yordam so'ramayman, ikkinchidan u o'zimizning aslida ahvol shu Xitoylar tufaylidan bo'layotgan. U bolalar margiz u Xitoylardan yordam so'rashdan xolamaydi. Uning ustiga keyingi ishlar kimlar bilan munosabatli bo'lib, u ishlar nimaga aylanib ketadi, u bolalarning taqdiri shu yo Xitoy yo qutulish degandek ikki yo'li bo'lgandan keyin o'ylashib turib ish qilmasak ham qilmasa bo'lmaydiganini bilaman. Shuning uni men to'g'ri ko'rmadim. Andan keyin Turkiyadagi tashkilotlar shu namoyish deganga voy to'kilib ketadigan haliq qarindoshlarimiz, haliq tashkilot boshliqlari, haliq Indoneziyaga, Malayziyaga borgan haliq tashkilotning cho'ngamlari shulardan zuvan chiqsin deb turib, u qarindoshlarimizni to'rga chiqib shuni deb qo'ygan bo'lsangiz dedi. Ularning pasporti yo'q, hech nimasi yo'q. Xitoyga oid hech nimasi yo'q. Endi bu bolalarni qanday qildigan gap deganda mush Turkiyadagi shu tashkilotlar bir mö qilib zuvan chiqarish kerak. Ular da'vo deb oldiga chiqqan da'vo bo'lmagandan keyin Turkiyada ma'laq bo'lsin ega chiqish kerak. Mushu tashkilotlarni qurish, derneklarninki iqtisodiy manbasi nima? Nereden keladi? Agarda Uyg'urga xizmat qilaman desa, mush bolalarni qutuldirsin. Bumi ish, bumi da'voning bir qismi. Bumi da'voning bir qismi. Anadan keyin Ashiyada degan voyay ko'chaga to'kilib ketgan shu indoneziyalik shundoq bir namoyish bo'lib ketgandi. Bir tashkilotlarning berishi bilan tep-tesh bo'lib ketdi-ku. Naq shu tashkilotlarningki boshlari berib qutuldirsa bo'ldi. Ayni vaqtidami bultur shu namoyishlar bo'lgan vaqtdami ma bolalar bilan ko'rishamsizlar, ma bolalar bilan ko'rishinglar. Shu zuvonlarni chiqargan edik. Hem odamlarni izlagan sizlarni. Voy ko'rib ketinglar ma bolalarni desimi, bormidinglar. Endi bu bolalarga ega chiqadigan vaqt keldi. Başqa davlatlarga olib ketish rasmiyatlari testi bo'ladi, unisi aniq. Qildiganlar yana urinib ko'ramiz dedi, lekin mush Turkiyaga olib ketish imkoniyatinglar bor sizlarninki. Mushu bu Makkadan, voy Makkadagi iqomati yo'q, oq yo'q, ko'k yo'qlarni akitimiz maxsus aeroplan deganlar. Ma 4sini akitalaysizlar. Ular ish bo'lmaganda Saudiyaning bir nima qilib gilidan siqib osh qilib yoki bir ko'chaga tashlab atgan bo'lmagan holatdagilar bor-ku. Turkiyadami bor-ku azaytun bir nada ishtimiz yo'qlar. Endi ma 4i jon tumshiq kelib qolgan holatdagi bo'lgandan keyin zinnatgurga ega chiqolmagandan keyin ma 4iga o'sim ega chiqishib qo'yamlarki deb turib chaqiriq qilib qo'ygan bo'lsangiz deganlik uchun men chaqiriq qildim. Bunda bir ish bor. Indoneziya turmusida 4 bola bor.
Jaza muddeti 6 yılga toşay dep kaldı. Aslında 6,5 yıl kesilgen. Bununki keyinki çıkış yolu hakkında bir çokum Uygurlar yardımda buluş gerek ede tınmay teşvik qilib bergen bolsanız deganlik üçün men teşvik qildim. Ba'zilar depdi voy bu dava qo'yimchilarmijik yani birimchilarjik deb ba'zilarga tegib ketidike. O'zingning qo'yimchiliging oshkorlanib qolamdi yo o'zingning dadang oshkorlanib qolamdi bilmadim. Lekin bu mu davanın bir kısmı. Chet eldeki Uygurlar ölsün, bir-birini çepişip, koyup, yep, Xitay ketigini ketip muştaq bolsun degan gap yo'q. Shuning uchun dava petimchi bo'ldi. Davani to'g'ri chiqib qilishning hojati yo'q. Davani dava petimchi qilamiz. Xabar chiqish bo'lmagandan men. Shuningga ma'nosiga diqqat qilaylik. Agarda yanada yaxshi taklif fikrlaringiz bo'lsa, o'tirg'i qo'ying. Yardım kolunuzu sunumen desiniz, ben tegishlik şu alaqılış vasıtasını bermen. Lekin to'g'ri kelmaydigan mındaqlar bo'lsa, uni javobni qaytargim kelmadi. Ba'zilari mundaq qilsaq deb undaq qilib bo'lgan bo'lsa, o bolalar turmada yatmaydi 6 yilga asli qolgan gap kelar ayda 6 yil bo'ldi-ki. Amalva mush bolalarning chiqish yo'li ustida biraz izlangan bo'lsak, o'ylash baqqan bo'lsanglar, Turkiyadagi heyliq tashkilotchilar, heyliq go'shta qatgan, heyliq bo'lamay ketgan tashkilotchilar ko'z quloq bo'linglar. Meninkini ko'rdikansizlar, baribir ishni ma'rif bo'lsin ko'rdikansizlar. Ko'rgandan keyin mush ustida bosh qatiringlar, boshqa ish qilamisanlar, mush ishni o'sim qilinglar. Mush Indoneziyadagi 4 bolaning masalasi taqdiri haqida biza bosh qatirib yiqing. Rahmat sizlarga.